Agar siz 2026 yil 19 avgustgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovni ololmay qolishingiz mumkin. Men buni qo'rqitish uchun emas, aniq ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki ko'p odamlar eng katta xatoni aynan muddat masalasida qiladi. Hujjat bor, huquq bor, pul olish imkoniyati bor, lekin ariza kech topshirilgani uchun to'lov chiqmaydi yoki faqat keyingi davrdan hisoblanadi. Bugungi ma'lumot juda muhim. Bu masala faqat nafaqaxo'rlar, kam ta'minlangan oilalar yoki ish izlayotganlarga tegishli deb o'ylamang. Amalda bunday ariza muddatlari subsidiya, kompensatsiya, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, bolalar puli, zarar qoplamasi, pensiya qo'shimchasi yoki boshqa davlat to'lovlariga aloqador bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday ogohlantirishlarni oddiy, tushunarli va amaliy tilda yetkazib boraman. Oldin ko'pchilik bir narsaga ishonib yashardi. Agar menga pul tegishli bo'lsa, davlatning o'zi hisoblab beradi, o'zi topadi, o'zi chaqiradi, o'zi to'lab qo'yadi. Lekin hozirgi tartiblar borgan sar aniq ariza, elektron ro'yxat, shaxsiy ma'lumot, tasdiqlovchi hujjat va muddatga bog'lanib boryapti. Ya'ni sizda huquq borligi alohida masala. Siz o'sha huquqdan foydalanish uchun o'z vaqtida murojaat qilganmisiz? Bu boshqa masala. Men ko'p uchratadigan holat shunday, odam mening huquqim bor edi-ku deydi. Ha, huquqingiz bo'lishi mumkin. Lekin qonun va tartibda ariza asosida, belgilangan muddatda, tegishli hujjatlar taqdim etilganda degan jumlalar bo'lsa, demak tizim sizni avtomatik ravishda topib, pulni hisob raqamingizga tashlab bermaydi. Siz ariza bilan kirishingiz, hujjatlarni topshirishingiz, ma'lumotlaringizni tekshirtirishingiz va javobni nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Endi eng muhim joyi 2026 yil 18 avgust sanasi. Agar tegishli to'lov bo'yicha topshirishning oxirgi muddati aynan shu sana qilib belgilangan bo'lsa, undan keyin bilmagandim, telefonim bo'lmagandi, qishloqda edim, navbat ko'p edi. Hujjatim yetishmagandi degan sabablar ko'p holatda pulni saqlab qo'yib bermaydi. Ba'zi vaziyatlarda muddat tiklanishi mumkin, lekin bu alohida isbot talab qiladi va hamma uchun avtomatik ishlamaydi. Avval ko'p jarayonlar qog'oz shaklda mahalla, tashkilot, idora yoki korxona orqali yurardi. Masalan, bir odamga moddiy yordam kerak bo'lsa, mahallaga borardi. Raiski mas'ul xodim holatni bilardi. Qo'lda daftar yuritilardi. Kimdir pensiya yoki nafaqa masalasida murojaat qilsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, xodimdan maslahat olardi. Kimdir subsidiya so'rasa, hokimiyat, bank yoki tegishli bo'limdan o'tardi. Hozir esa tizimlar raqamlashtirilgan. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Arizani May.gov.uz orqali yuborish mumkin. Ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi, navbat kamayadi, hujjatlarning bir qismi bazadan tekshiriladi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Tizim aniq muddat bilan ishlaydi. Ariza oynasi yopildimi, ro'yxat shakllandimi, pul ajratish reyestri tasdiqlandimi, keyin odamning og'zaki tushuntirish kam yordam beradi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bir oilaga oyga 500 ming so'm miqdorida yordam chiqishi mumkin. Lekin oila arizani 18 avgustgacha emas, 25 avgustda topshirdi. Agar tartibda muddatdan keyin berilgan arizalar ko'rib chiqilmaydi deyilgan bo'lsa, ular umuman to'lovsiz qoladi. Agar keyingi oydan hisoblanadi deyilgan bo'lsa, ular kamida bir oylik pulni yo'qotadi. Bir oy 500 ming so'm, 6 oy bo'lsa 3 million so'm, bir yil bo'lsa 6 million so'm degani. Odamlar ko'pincha muddatni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin muddat pulning o'zidir. Birinchi navbatda ilgari biror to'lov olgan, lekin keyin hujjat yangilash, qayta ariza berish yoki qayta ro'yxatdan o'tish talabi chiqqan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, oldin kompensatsiya olgansiz, lekin endi tizim sizdan bank kartasi, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili yoki oilaviy holatni qayta tasdiqlashni so'rayapti. Siz men oldin olganman, demak davom etadi deb o'ylasangiz, xato qilishingiz mumkin. Ikkinchi toifa, oilasida nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan bola, yolg'iz ona, kam daromadli oila, ishsiz fuqaro yoki parvarishga muhtoj odam bor oilalar. Bu toifadagi odamlar ko'pincha turli ijtimoiy to'lovlarga haqli bo'ladi. Lekin ularning huquqi har doim ham avtomatik ochilmaydi. Masalan, bola tug'ildi, oilada daromad kamaydi, ota ishdan chiqdi, ona parvarishda qoldi. Tizim buni bir zumda bilmasligi mumkin, siz ariza bermasangiz. Oila holati qog'ozda ham, elektron bazada ham o'zgarmagandek turaveradi. Uchinchi toifa,
boshqa viloyatga ko'chganlar, propiskasi o'zgarganlar, propisa o'zganlar, familiyasi almashganlar, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanganlar. Bunday holatda eski ma'lumot bilan ariza ko'rinmay qolishi yoki to'lov boshqa hududda turgan bo'lishi mumkin. Men ko'rgan amaliy vaziyatlarda odam pulga haqli bo'ladi, lekin manzil bazada eski bank kartasi ishlamaydi. Telefon raqam boshqa odam nomida, natijada ariza ortga qaytadi. 4-toifa qarindoshining nomidan ish yuritayotganlar. Masalan, onangiz yoshi katta, otangiz yotib qolgan, bugungiz idoraga bora olmaydi. Siz keyinroq olib boraman deb yuraverasiz. Lekin muddat sizning bo'sh vaqtingizga qarab cho'zilmaydi. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, oldindan tayyorlash kerak. Agar tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni olish uchun ham vaqt ketadi. Agar bank kartasi ochish kerak bo'lsa, bu ham bir kunda bitmasligi mumkin. Agar siz aynan shu to'lov bo'yicha allaqachon ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilinganligi haqida tasdiq olgan bo'lsangiz va holati tizimda ko'rib chiqilmoqda yoki qabul qilindi deb turgan bo'lsa, siz uchun asosiy ish nazorat qilishdan iborat. Lekin bu ham endi bemalolman degani emas. Arizaga rad javobi kelishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki ma'lumot mos kelmasligi mumkin. Agar sizning toifangiz ushbu to'lovga umuman kirmasa, masalan, daromadingiz mezondan yuqori, yosh talabi mos emas, tegishli holat sizda yo'q, unda albatta vahima qilish shart emas. Lekin men har doim bitta narsani aytaman. Menga tegishli emas degan xulosani qo'shnidan eshitib chiqarmang. Rasmiy manbadan tekshiring. Chunki ko'p odamlar bizga chiqmaydi deb o'ylab yuradi. Keyin bilsa, 1 yil oldin ariza topshirsa pul olishi mumkin bo'lgan ekan. Birinchi misol. Oilada 3 farzand bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona kichik bolaga qaraydi. Ular bolalar puli yoki moddiy yordamga ariza topshirishi mumkin bo'lgan toifaga kiradi. O'kilar avgust oyining boshida hujjat tayyorlashni boshlasa, mana elektron tizim, daromad ma'lumotlari, bank kartasi tekshiriladi. Agar ularga oyiga 6 ming so'm yordam chiqadigan bo'lsa va ular unga ko'ra avgustgacha ulgurmasa, bir necha oylik yordamdan quruq qolishi mumkin. 6 oyda bu 3.9 million so'm. Bu oddiy oila uchun juda katta pul. Maktab kiyimi, dori, oziq-ovqat, kommunal to'lov degani. Ikkinchi misol. Nafaqa yoshidagi ayolning pensiyasiga qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya chiqishi mumkin. Lekin uning bank kartasi muddati tugagan, telefon raqami nevarasining nomida. ID kartadagi manzil eski. Ariza topshirilayotganda tizim ma'lumotlarini solishtiradi va muammo chiqadi. Agar bu ayol 17 avgust kuni 1-marta idoraga borsa, xodim, kartani yangilang, manzilni to'g'rilang. Keyin keling deyishi mumkin. Ertasi kuni esa muddat tugaydi. Demak, muammo faqat ariza bermaslikda emas, arizani oxirgi kunga qoldirishda ham. 3-misol. Ishlab turgan odam menga davlat to'lovi kerak emas deb o'ylaydi. Lekin uning farzandi nogironligi bo'lgan bola bo'lishi mumkin. Yoki u kredit foizi bo'yicha subsidiya, kommunal kompensatsiya, davolanish xarajati uchun yordam yoki uy-joy dasturidagi to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar o'z huquqini faqat men kambag'almanmi yoki yo'qmi degan mezon bilan o'lchaydi. Aslida ayrim to'lovlar daromadga emas, holatga bog'liq bo'ladi. Nogironlik, boquvchini yo'qotish, zarar ko'rish, ko'chirish, uy-joy sharoiti, bolalar soni, yosh yoki sog'liq holati. 4-misol. Bir kishi otasining nomidan ariza bermoqchi. Otasi kasal, uydan chiqa olmaydi. O'g'li men borib topshiraman deydi. Lekin idorada unga siz vakil sifatida ishonchnoma olib keling deyishadi. Ishonchnoma olish uchun notariusga borish, agar ota bora olmasa, notariusni uyga chaqirish, tibbiy holatni tasdiqlash kerak bo'ladi. Bu jarayon 2-3 kun emas, ba'zan bir hafta cho'ziladi. Shuning uchun 15 avgustgacha ariza topshirish kerak degani 15 avgust kuni eslash kerak degani emas. Men bunday masalada kamida 1 oy oldin harakat boshlashni maslahat beraman. Eng katta xato men og'zaki aytganman deb o'ylash. Og'zaki aytish ariza hisoblanmaydi. Mahallaga borib holatingizni tushuntirganingiz, idorada navbat olganingiz, telefon orqali maslahat so'raganingiz ham ariza topshirildi degani emas. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam, kvitansiya, elektron xabar, ariza holati yoki ro'yxatdan o'tgan sana bo'lishi kerak. Ikkinchi xato, hujjatni yubordim, demak bo'ldi deb o'ylash. Elektron ariza yuborilgandan keyin ham holatni tekshirish kerak. Ba'zan ariza qaytarildi, kamchilik bor, ma'lumot mos emas. Qo'shimcha hujjat talab qilinadi degan holatda turadi. Odam esa buni bilmaydi. 1 oy o'tib qarasa, ariza ko'rib chiqilmagan,
Shuning uchun men har doim aytaman, arizani yuborish ishning yarmi, natijasini kuzatish ikkinchi yarmi. Uchinchi xato, boshqa odamlarning gapiga ishonish. Qo'shnimga chiqmagan ekan, menga ham chiqmaydi. Falonchi aytdi, endi kech bo'ldi. Mahallada hamma ro'yxatga kirib bo'lgan degan gaplar huquqiy asos bo'la olmaydi. Sizning holatingiz boshqa, oilaviy tarkibingiz boshqa, daromadingiz boshqa, hujjatingiz boshqa. Rasmiy javobni faqat tegishli idora yoki elektron tizim beradi. To'rtinchi xato, bank kartasiga e'tibor bermaslik. To'lov chiqsa ham, karta ishlamasa, hisob raqami noto'g'ri bo'lsa, karta boshqa odam nomida bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, pul tushish kechikadi. Ayrim hollarda to'lov qaytib ketishi ham mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'zingizning nomingizdagi faol bank kartasi yoki hisob raqami tayyor bo'lishi kerak. 5-xato, pasport ma'lumotlarini tekshirmaslik. ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, farzandlar ma'lumoti, nogironlik ma'lumotnomasi, ish staji yoki daromad ma'lumotlari bazalarida mos bo'lishi kerak. Bitta harf xatosi, eski familiya. Noto'g'ri tug'ilgan sana ham arizani ushlab qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda muddat o'tgan bo'lsa ham odamning arizasi ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, fuqaro og'ir kasal bo'lgan, shifoxonada yotgan, hujjatni topshirishga jismonan imkoniyati bo'lmagan, tabiiy ofat yoki favqulodda vaziyat sabab murojaat qila olmagan bo'lishi mumkin. Lekin bunday holatda men bora olmadim deyishning o'zi yetmaydi. Tibbiy ma'lumotnoma, shifoxona varaqasi, vakillik hujjati yoki boshqa dalil kerak bo'ladi. Yana bir istisno, tizim xatosi. Masalan, siz 18 avgustgacha ariza yubordingiz, lekin portal ishlamadi. Ariza raqami chiqdi-yu, keyin tizimda ko'rinmay qoldi. Bunday vaziyatda screenshot, SMS, elektron pochta xabari, ariza raqami, murojaat sanasi juda muhim. Men shuning uchun odamlarga doim aytaman. Ariza topshirganingizda tasdig'ini saqlab qo'ying. Telefoningizda rasmga oling. PDF yuklab oling. Ariza raqamini daftarga yozib qo'ying. Men yuborgan edim degan gapni isbotlash kerak bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat, ayrim to'lovlar orqaga qaytib hisoblanadi. Ayrimlari esa faqat ariza bergan kundan yoki keyingi oydan boshlab to'lanadi. Masalan, kimdir men yanvar oyidan beri haqliman, avgustda ariza berdim, hammasini olaman deb o'ylaydi. Lekin tartibda ariza berilgan oydan boshlab deyilsa, oldingi oylar uchun pul berilmaydi. Demak, kechikish nafaqat oxirgi muddatdan keyin xavfli, balki har bir oy o'tgan sari yo'qotilayotgan pul miqdorini ham oshiradi. Yana bir muhim masala, ariza beruvchi kim bo'lishi kerak? Ba'zi to'lovlarda arizani faqat to'lov oluvchi shaxsan o'zi beradi. Ba'zilarda ota-ona, vasiy, homiy yoki qonuniy vakil berishi mumkin. Ayrim hollarda turmush o'rtog'i topshirishi mumkin, ayrimida esa ishonchnoma talab qilinadi. Shuning uchun men borib beraman deyishdan oldin, sizda vakolat bormi, buni tekshiring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangiz qaysi toifaga kirishini aniqlang. Sizda bolalar bormi, nogironlik holati bormi, pensiya yoki nafaqa masalasi bormi, daromad kamayganmi, ish yo'qotilganmi, uy-joy, subsidiya, kompensatsiya yoki moddiy yordamga ehtiyoj bormi? Buni qog'ozga yozib chiqing. Chunki odam idoraga borganda hayajonlanadi, savollarni unutadi. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. MyBankov.uz portaliga kiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida tegishli xizmat nomini qidiring. Agar internetdan foydalanmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar to'lov ijtimoiy himoya bilan bog'liq bo'lsa, mahalla yettiligi, ijtimoiy xodim yoki tegishli tuman bo'limidan yozma yoki aniq og'zaki tushuntirish oling. Agar pensiya yoki nafaqa bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rang. Agar subsidiya bo'lsa, tegishli vazirlik, hokimiyat yoki bank orqali tartibni tekshiring. Uchinchi qadam, hujjatlarni oldindan yig'ing. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ID karta yoki pasport, stir yoki JSHSHIR ma'lumoti, bank kartasi yoki hisob raqam, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik yoki bandlik holati, yashash manzili, vasiylik yoki ishonchnoma hujjatlari. Har bir to'lovda ro'yxat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy ro'yxatga ishonib qolmang. Aynan o'zingiz topshiradigan ariza talablari bo'yicha tekshiring. 4-qadam, arizani oxirgi haftaga qoldirmang. Men ekspert sifatida eng kamida 4 kun oldin harakat boshlashni maslahat beraman. Agar oxirgi muddat 2026 yil 15 avgust bo'lsa, siz yil oyining o'rtalarida hujjatlarni tayyorlab,
ariza topshirishga kirishing. Chunki bitta hujjat yetishmasa, uni olishga vaqt kerak bo'ladi. Tizim ishlamay qolsa, qayta urinishingiz kerak bo'ladi. Xodim qo'shimcha ma'lumot so'rasa, uni ham to'plash kerak bo'ladi. 5-qadam. Ariza topshirilgani haqida dalil oling. Agar davlat xizmatlari markazida topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini oling. Agar onlayn topshirsangiz, ariza raqami, sana, status va tasdiq xabarini saqlang. Agar idorada qog'oz shaklida topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxa so'rang. Bu juda muhim. Keyin nizo chiqsa, sizda men vaqtida murojaat qilganman degan dalil bo'ladi. 6-qadam, ariza holatini kuzating. Har 3 kunda bir marta portalga kirib ko'ring yoki tegishli idoradan so'rang. Qabul qilindi degan holat bilan tasdiqlandi degan holat bir xil emas. Ko'rib chiqilmoqda degani hali pul chiqdi degani emas. Qo'shimcha hujjat so'raldi degan xabarni o'tkazib yuborsangiz, ariza rad qilinishi mumkin. 7-qadam, rad javobi kelsa darhol sababini aniqlang. Rad javobda odatda sabab yoziladi. Daromad mezoni mos emas. Hujjat yetishmaydi. Ma'lumot mos kelmaydi. Muddat o'tgan, ariza noto'g'ri to'ldirilgan. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yozma tartibda qayta murojaat qiling yoki shikoyat bering. Og'zaki tortishishdan foyda kam. Har bir murojaatni sanasi raqami va javobi bilan saqlang. Arizada eng avvalo kim ekaningiz aniq ko'rsatiladi. Familiya, ism, otasining ismi, joy yashash manzili, telefon raqami. Keyin qaysi to'lov, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya uchun murojaat qilayotganingiz yoziladi. So'ng holatingiz tushuntiriladi. Oilaviy tarkib, daromad, sog'liq, ish holati, farzandlar, qarovga muhtoj shaxs, avvalgi to'lovlar, bank hisob raqami. Hujjatlar ilova qilinadi. Men tavsiya qiladigan eng muhim uslub, ariza juda hissiy emas, aniq bo'lishi kerak. Juda qiynaldik, yordam bering deb yozishning o'zi yetarli emas. Oilada 5 kishi yashaydi. 3 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Hozirgi daromad oyiga shuncha. Ariza berishimga asos bo'lgan holat mana bu. Tegishli hujjatlar ilova qilindi deb yozilsa, ariza ko'rib chiqilishi osonlashadi. Agar siz boshqa odam nomidan ariza berayotgan bo'lsangiz, vakillik asosini ko'rsating. Masalan, men falonchining qonuniy vakiliman. Ishonchnoma asosida murojaat qilyapman. Voyaga yetmagan farzandim nomidan murojaat qilyapman. Buni yozmasangiz, ariza qaytarilishi mumkin. Birinchi ogohlantirish, muddatni kalendarga yozib qo'ying. 2026 yil 15 avgust siz uchun oxirgi sana bo'lsa, telefoningizga eslatma qo'ying. Faqat 15 avgustga emas, 15 iyulga, 2 avgustga. 10 avgustga ham eslatma qo'ying. Chunki eslatma oxirgi kuni jiringlasa, u yordam bermasligi mumkin. Ikkinchi ogohlantirish, hujjatdagi kichik xatoni mayda deb o'ylamang. Familiyada bitta harf farq qilsa ham, bola tug'ilgan sanasida xato bo'lsa ham, eski pasport raqami tursa ham, tizim arizani ushlab qolishi mumkin. Ayniqsa, elektron bazalarda moslik juda muhim. 3-ogohlantirish, menga xabar berishadi deb kutmang. Davlat organlari hamma fuqaroni alohida chaqirib chiqish majbur bo'lmasligi mumkin. E'lon beriladi, portalda ma'lumot chiqadi, mahallaga xat keladi. Lekin oxir-oqibat o'z huquqingizni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. 4-ogohlantirish, qarindoshlar orasida kim ariza berishini aniq kelishib oling. Ba'zan oilada hamma akam topshiradi, singlim biladi, otam boradi deb yuradi. Natijada hech kim topshirmaydi. Bitta mas'ul odam bo'lsin, u hujjatni yig'sin, arizani topshirsin, statusni tekshirsin. 5-ogohlantirish, agar sizda internet bo'lmasa, bu bahona emas. Davlat xizmatlari markazi bor, mahalla bor, yaqinlaringiz yordam berishi mumkin. Muhimi, muddat o'tib ketmasin. Internetni bilmaslik puldan voz kechish degani bo'lib qolmasligi kerak. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. To'lovga haqli bo'lishning o'zi yetarli emas, arizani o'z vaqtida topshirish kerak. Agar oxirgi muddat 2026 yil 18 avgust bo'lsa, bu sana shunchaki kalendardagi raqam emas, bu sizning pulingizni saqlab qoladigan chegara. Kim vaqtida murojaat qilsa, imkoniyatini saqlab qoladi. Kim kechiksa, ayrim holatlarda butun to'lovdan, ayrim holatlarda esa bir necha oylik puldan ayrilishi mumkin. Shuning uchun bugunoq oilangizdagi hujjatlarni tekshiring. Kimga qanday to'lov tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Rasmiy manbadan ma'lumot oling va arizani oxirgi kunga qoldirmang. Ayniqsa, ota-onangiz, buvi-buvalaringiz, nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz, kam daromadli qarindoshlaringiz bo'ltiring. Ko'p odam pulni huquqi yo'qligi uchun emas, kech qolgani uchun yo'qotadi. Sizning fikringiz men uchun muhim.
izohlarda yozing. Sizning hududingizda bunday arizalar qanday qabul qilinyapti? Odamlar qaysi hujjatda qiynalyapti? Qaysi savollar ko'p uchrayapti? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Muddatni bilgan odam pulni saqlab qoladi. Bilmagan odam esa keyin afsus qiladi.